Bugun sizlar bilan sayqalda qilinadigan haqiqiy g'ijduvon qiymasini qanaqa tayyorlanishini ko'rib chiqamiz. Birinchi bo'lib mana shunaqa mol bo'ynini to'rtburchak shaklda to'g'rab olamiz. Mol go'shtini qo'rg'asining ustida, ya'ni shapoq qismini ham solamiz. Bu juda ham shishtali va mazali qiladi. Ularni ham to'g'rab olamiz. Mol go'shti va mol yog'larini to'g'ramizga solib olamiz. Biz hech narsani bekitmaymiz. Qanday bo'lsa shunday ko'rsatamiz. Qo'y go'shtini mana shunaqa to'g'ralgan shapoq qismlarini ham qiymamizga qo'shamiz. Endi bo'lsa bularni yaxshilab aralashtirib olamiz. Endi bo'lsa piyozlarni solamiz. Tuzlarni beramiz. Haqiqiy go'shtlarni saqlab qolish uchun ziravorlar unaqa ko'paytirib olamiz. Barcha mahsulotlarni yaxshilab aralashtirib olamiz. Endi bo'lsa go'shtlarni go'sht maydalagichdan o'tkazib olamiz. Endi bo'lsa qiymalarimizni yaxshilab aralashtirib olamiz va bularni muzlatamiz. Yaxshilab muzlab olgandan so'ng 4-5 marotaba go'sht maydagidan chiqariladi va bir xil massaga keltiriladi. So'nggina qo'llarga qo'yib juda ham mazali qilib sersuv qilib pishiriladi. Endi bo'lsa haqiqiy g'ijduvon kaboblarini mazasini ko'ramiz. Kesamiz va sersuvligini ko'ramiz. Yeb ko'ramiz. Juda mazali. Bunaqa mazali g'ijduvon kaboblarini degani sizlarni Sayqal oilaviy restoranida kutib qolamiz.